Vay. O balam, ha, yaxşı turdunmu? Nevrem qandarak? Ayalınçı? Ha? Nim kesel? Vay nim bop? Ha. Maqul balam, maqul. Ben bir yettim ha, öy bağan deyişey. Oğan bal degenim, bakamam. Sen oğlum bek vafadarlığın buldun. Adaş, bu oğan balının vafadarlığı çok qara. Toy qilishdan burun qaldığa oxşaydı qara. Toy qilib bolgandan keyin xotini qilgan vafadarlıqni. Ninde doğan? Ay ninde aytdi? Ayalım to'g'itdan keyin xomushlik kesilib qopdi. Apa, bu balığı samir qarışib bersam, ayalımnimda kallasini ichib, bir yerga borib o'yintib kelma deydi. Baş, kimning yürüyün qapma? Aş xomushlik degan yeyirishmash bir gap. Ey, mening bu kelinim bek moda diye qara, ne moda bo'lsa shundan beshini kiydi. Endi men yangidan g'azal chiqdi, aytamay jinim chiqdi deb mat kesadim doğrab bo'lyapti-da adash. Undayman bu qizlar. Bu oldigan kasal emas. Hamda shunda diagnoz qo'ygan bo'lsa, diqqat qilinglarmi, sal qaramanglar bu ishga. Voy, men anglag'an, men ko'rdim torda bu kasalni adash, bu qara. Muştaq iş xoşaqmas o'rinla, injimaruq tol nozuklar. Haqlaman ko'ngil bilsin deb yig'lang'ulik qilib, shu bo'lib olgan bir ishkan bu bildim men. Hey, bir o'qigan ziyolidek gaplardish. Ayollar yangigandan keyin badandagi bir hormon shiddatidan tushib ketadi ekan. Shundan kayfiyatlar egizib pasib mushta bo'lib qoldi ekan. O'xshash ahvol erlar yuz berib qolsa, oqibat o'ptal yomon kajmo adash. Adash, biz tuqqanchaq yo'qmikan tuq shu hormon degan. Ay, menmichu netchini tug'ib, o'zim beqib cho'ng qilgan. Ayolim yolg'iz bola beqib mushta bu qopti deydi. Hay, menmi bu go'ylarnichu bir dodi odam beqish bermagan, o'zim baqqan. Adash endi burun bilan hozirni selishtirib olsak bo'lmaydi adashimda. O'ylab baqsaq adash burun qoqlarda tug'itdan samirib qopsaq faxrlanadigan ishda, shundami? Balanchining qizimish tug'didan keyin shu o'g'irsaqdek o'ppida qopdi desa bir faxrlanib ketadi adash. Hozir qizlar o'xshan demsa go'zalga qarshi o'xshamaydi. Yo'qsan chiqdi. Ana sening keldingmi? Badan shakli bek diqqat qilgan. Bek diqqat qildim. Shunga badaningga, men kelangsiz badaniga qarab adash. Ko'nglim yerim bo'lib ketdi adash. Buni to'g'ri tushan endi. Adash bu qizalg'a bo'pti yerim bo'lsin. O'g'lim degan bir nima? Xotin taraf turib, balığı sen qarab bersen o'yintib kelma deydi. Apisi menmichu o xotini yeygan bo'lsa men g'ingyanchimsa, ochiqib kes. Shuni talab qilsa o'tiramay ketma qara qizim. Opamga bir ko'ngil bilay demaydi bu birma. Jinim do'stim, endi qanday qilsa adash, ham senimi to'g'ri tushunsiz bo'ladi. Endi men ahvolda endi men kelinga bekrak ko'ngil bilinglar adash. Burun qoqlarda o'ylasak adash. Bizning akukalarimizni urug'ti qillar. Jiqdi adash. Ularni ishtinchisak bekamizda balarimizni beqish beradi. Hozirgi bolalar ya ber ya ishga adash, xizmatlar oldirash, o'g'limning xizmat oldirash, eng muhimi Xudoga yat emas adash. Shon ko'ngillarım yerim bo'qaldimki deb o'ylayman adash. Ko'ngil yerim bo'pamdi. Nevramga bir ta'sir qilmas bu kasallar adash. Nevramga inoq ta'sir oldi adash. Bir oila deganda ona xo'shal bo'lsa, bola xo'shal bo'ldi, oila xo'shal bo'ldi. Xo'shal ona xo'shal bolani tarbiyalaydi. Nevram buni qo'ymas adash. Endi kayfiyatlar egizpas bo'lsa, nevranga ta'sir etadi adash. Burungi zamonlarda xeyli javob qolgan bu kichik gaplarimizni tushunmaydi deydi adash. Hozirgi ellaylar chig'ida. Adash bek aqlli. Bu cho'nglarning kayfiyatini bilalaydi adash. Kayfiyatini qanday qilib shu ellayga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun diqqat qilinglar jumodash, ig'irlab ketmasin bu ish. Qarasam qarayman, navr baqsam baqayman. Boqadash boqamdi, shu o'zing o'tirib buni tillab o'tirmay adash, navr boqamdi. Ana bo'lmaqningda testo jinim do'stim. Yosh vaqtimiz bolalarni qator qo'shimizda bu go'ylarning go'mishligini dadin tasam, endi cho'ng qilib xotin berib, xotinlarning xomushligini dadin tasam. Navr baqayam o'tib. Boqadash hamda qanday qilsa adash, hammamizga oson emas endi.